Boshdan haqali ko'pligini. Bozorda endi o'rta. Har xil mashina. Qaqanga qanaqa mashina olamiz? Bu mana qara. Это такого цвета же был. Sotilyaptimi aka mashina? Keling. Gaplash. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchanapsizmi? Assalomu alaykum. Aka mashina sotiladimi? Sotilyapti aka. Конечно, biroq qara, yaxshiroq. Kim hal qiladi? O'zim hal qilaman. Bumi? Ha. Necha pul do'st aka mashinani? 40 ta limon bersiz, olib ketasan. 40 ta limon? Da, bemalol. Bo'ldi. Shu bu nima desa shuni qilamiz. 40 ta limon aka? Javob a? Javob beradi. Bo'ldi. Bemalol, muammo yo'q. Bo'ldi. Hozir hal qilamiz. Yurak o'tiramiz mashinada bo'la oladimi, yo'qmi? Bunga o'xshagan kelib ketaveradi o'tir. Olish odam o'xshaydi. Ha, o'tiramiz charchab nima qilamiz, ha? Salom meni adım Ağabek, yürüydiler ülkelerim köçelerde mağadin. Kız beni görmeyin durup yamalıydı, görürsek atadı ayakını Jordan logo din. Köpçek uçaverme asmana, kaysız kanış yıldız koydu boynundaki tasmana. Bana rast gepliydi on dost gerek, şu samilat doldu paç kelep das. Mana. Xo'ja aka, menga bunga limon aytmadim, pul aytdim. Limon dedingizmi? Labsiz bormi aka? Erkakmisiz? Labsiz bormi aka? Oling. Men nima qilaman? Gaplashaver o'zing, shunaqa gaplashgan bo'lsang bo'ldi, lekin tilga ehtiyot bo'lish kerak-da odam. Qara. Bet Toshkentda tilingni o'ylab gapirish kerak. Bular tilingga osilib oldi. Hozir yediramiz bularni. To'xtab tur. Men pul deganman. Bo'ldi, tushundim, sen ozoq chiqib ketaman vaziyatdan. Zo'r hozir bo'yniga nimadir qilamiz. Ket. Xo'ja, 1 minutga mumkinmisizmi? Bo'ldi. Do'stim qarang. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Mashinani sizga beramiz. Faqat sizdan bitta choyxona. Choyxona gap yo'q aka. Gap yo'qmi? Erkakchasiga, So'ra choyxonani mana shunday aka. qilamiz, xursand bo'lib qoladi-da bola. Chunki musofirda bo'ldi yuramiz-da boshqa. Bo'ldi. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günlüğe baraman apa Tony Montana din. Gece uhlamin işledim oyladım ispatlaşım gerek berişine pul yak kanam. Biz bilemiz yedik. Muhammad Ali, siqilma, hozir men bular shunaqa qilaman, tomosha qilasan. Mana shu choyxona do'stim. Gap yo'q aka. Bo'ldimi? Ket. Charchamayapsizmi? Qalay savr? Biz конечно, choy ichamiz. Zo'r bo'ldi. Молодец. Yomon yedirdik. 5,5 ming dollarlik mashinani 40 ta limonga hal qildik o'rta. Bitta choyxona qilamiz. Nima gaplashamiz to'g'ri. Qani limon bo'ling. O'rta etdim sen foydasi tegadi buni. Yur. Qani bismillahirrohmanirrohim. Olinglar qani bu kunlarga yetganlar bor. qilganingiz uchun voy. A few moments later. Rahmat. Davra ham zo'r bo'ldi, Sheraka. Sizlarga katta rahmat sizga aka. Mehmon olib turinglar aka. Rahmat. Neksiga rozi bo'lasizlar akam. Rozimiz, albatta rozimiz. Biz nimaga biz bo'ldi, aytilgan gap, otilgan o'q. Договор дороже денег aka. За язык никто никого не тянул. Zo'r bo'ldi aka. Rahmat jigarim. Ha, молодец. Endi просто keyin safar tilga ehtiyot bo'lish kerak-da. Aka, tilga. Limon bo'lsa ko'p, limonimiz ko'p bizani. Yana yo'qmi limon sotiladigan narsalar? Endi boshqa safarda tilda ehtiyot qilaman. Endi o'rtoqlar turamiz, chunki bizda ham vaqtimiz sal ziqroq. Do'stim, siz mana shu choyxonani bu bolaning nomiga o'tkazdirib berasiz ertalab. Choyxona? Do'st, biz erkakmiz, hammamiz erkak bo'lib tug'ilganmiz. Siz aytdingiz, gapirgan gapiga javob berish kerak odam. Men sizga aytdim, choyxona sizdan nomiga o'tkazib qo'yasiz ertalab. Asabiylashmay, mana limondan bitta chaynab olsangiz yaxshi bo'lib ketasiz. Ishimni oling yaxshilab. Faqat sizdan bitta choyxona. Choyxona gap yo'q aka. Gap yo'qmi? Erkakchasiga? Aka. Hazillashuvdim aka. Boshdan qaytarib beraman, brat. Jigar, erkakmisan? Nechta? Lavmi? Bu yerda gap yo'q.